Surxondaryo viloyatida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazib kelinayotgan sporting futbol va mini futbol turlari bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogining viloyat bosqichi uchrashuvlari o'z nihoyasiga yetdi. Unda shahar va tumanlardan g'olib bo'lgan jamoalar respublika yo'llanmasi uchun yashil maydon uzra to'p surishdi. Bellashuv tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Mahalla yoshlarini jismoniy tarbiya va sportga jalb etish, yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, sportning mini futbol turini ommalashtirish, futbolga ishtiyoqmand yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilayotgan musobaqaning mahalla, sektor, tuman, shahar bosqichlarida Surxondaryo viloyatidagi barcha mahallalardagi jamoalar qamrab olindi. Sportning futbol va mini futbol turi bo'yicha o'tkazilgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari mahallalarda 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan uyushmagan yoshlar orasida o'tkazildi. Vohaning shahar va tumanlardan saralangan jamoalar viloyat bosqichi bellashuvlarda g'oliblik uchun yashil maydon uzra to'p surdilar. Barchamizga ma'lumki, prezidentimiz tashabbuslari bilan mahalladagi yoshlarni sportga jalb qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilib bormoqda. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi doirasida mahalla yoshlari o'rtasida 16-30 yosh toifasidagi mahalla yoshlari o'rtasida mini futbol va futbol sport turidan musobaqalar tashkil etildi. Bu o'z navbatida 5 ta bosqichdan iborat bo'ladi va 5-bosqichimiz respublika bosqichida yakuniga yetkaziladi. Viloyat bosqichiga kelgunga qadar viloyatimizda 34.802 nafar mini futbol va futboldan mahalla yoshlarimiz ishtirok etdi. Shundan 13.646 nafarni ayollar tashkil etadi. Bugungi viloyat bosqichimizda ham 3 ta jamoamiz respublika bosqichiga yo'llanmani oladi. Bular birinchi o'rinni egallagan mini futbol va futbol o'rtasida g'olib bo'lgan jamoalarimiz keyingi bosqichga, respublika bosqichiga yo'llanma olishadi. Qiziqarli kechgan uchrashuvlar natijalari ko'ra futbol bo'yicha birinchi o'rinni Termiz shahar Baynalminal mahallasi jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, erkaklar o'rtasida mini futbol bahsida Termiz shahar Nurli kelajak mahalla fuqarolar yig'ini yoshlariga teng keladigani topilmadi. Mini futbol bo'yicha ayollar o'rtasida bo'lib o'tgan bahsda esa Boysun tuman Dashtaqoz mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi g'olib bo'ldi. Final o'yini yakunlangach, musobaqaning tantanali taqdirlash va gala konsert marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda viloyat mutasaddilari so'zga chiqib, musobaqaning nufuzi yildan yilga oshib borayotganini alohida ta'kidlashdi. Shundan so'ng kubok uchrashuvlarda sovrindor bo'lgan jamoalarga medal, diplom va esdalik sovg'alar topshirildi. Endilikda birinchi o'rinlarni qo'lga kiritgan jamoalar musobaqaning respublika bosqichida ishtirok etadilar.